Assalomu alaykum. Xudo yaxshimisiz? Rahmat. Pulim qolib ketibdi-da, uyda yo'l kiram esimdan chiqib qolibdi. 10 ming so'm yordam qila olasizmi? Iloj bo'lsa. Jonim bilan. Yordam qilsangiz. Kerak bo'lsa 10 mingdan beraman, kerak bo'lsa mayda qilib beraman. Men 10 ming. Senga o'xshagan o'g'illar, baribir Xudo menga boshqa joydan beradi. Rahmat. Sen tug'ilganingda men xursand ekanman. Ota, meni otim Baxtiyor. Baxtiyor aka. Meni ota-onam o'tib ketishgan. O'zim 3 yildan beri yolg'izman. Meni ismim Eldor, tanishganimdan xursandman. Rahmat. Seni dunyo ustida otangga beraman. O'zing ehtiyot qil. Nima uchun menga yordam berasiz? Bu dunyoda hamma mehmon. O'shaning uchun inson bir-biriga yordam bersa, unlarga dunyoga borganda savol javob yengil bo'ladi. Men oxiratim o'ylaydigan odamman. Rahmat kattakan. Men bu pulingizni olib qo'ying. Hozir men sizga menga yordam berganingiz uchun pulingizni 100 barobar qilib qaytarib bermoqchiman. Menga yordam berganingiz uchun. Siz ishondingiz, qaytib kelishiga qarang, sizga pulingizni 100 barobar qilib qaytib kelyapti. Bitta duo qilib qo'ying. Ilohim, topgan pulingga baraka bersin. Umring uzoq bo'lsin. Seni tarbiya qilgan ota-onangga rahmat.